Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muxlislar, Shodiyor Bozorboyev kanalimiz obunachilari azizlar. Bugun yana G'azovat qishlog'i Ilgaldi mahallasindamiz. Zumrat akamizni ko'pchilik so'rab turibdi. Shu G'azovat qishlog'i Ilgaldi mahallasidan yordam so'rab Zumrat akam chiqib turibdi. Farzandim kasal, Andijonda davolataman deb, oilasi, oilaviy sharoitdan shunday og'ir ahvolda. Hozir akam uyda ekanlar. 2 kun oldin, 3 kun oldin ketadi, uyda masalan. Abka, assalomu alaykum. Yana bir marta. Salom, Yaxshimisiz? Yana bir marta salom. Yaxshi. Ay, rahmat, Xudoga shukr. Shahriyarbek nechiksan? Salomanda oyog'ida salom berhamma. Salomsan? Salomanda. Shahriyarbek. Azizlar, yana Xudo xolasa bugun Zumrat akam yana keldik, yana 4-video chiqaryapmiz. Endi bir Navro'zda oldin keldim, video qadinsan. Gelip telefonlashadim, uyda yo'qman, bolnisadaman dedingiz. Bolnisada. Nima gap? Bayramlar yaxshi kutib oldingizlarmi, Navro'z bayramlari? Yaxshi, rahmat, kutib oldi. Azizlar, ay rahmat, Xudoga shukr. Yana Zumrat akam yana keldim. Yana ko'pchilik xabarlar bor, ko'pchilik bu videoni hali bugun ko'rib turgandi. Bu yana Zumrat akam shu oila a'zolari yordam so'rab chiqdilar. Shahriyarbek ukamizni davolatish kerak ekan. Andijonga olib borib davolatish kerak. Har licheniyasi 10 kunligi 30 million bo'lar ekan. Necha yilmoqda davolanishi kerak endi? Bilaman, doktor bilan 200 marta borishga 3 oydan. 3 oydan borishi kerak ekan. Endi doktor polni davolanib bo'ldi deyincha borishlari kerak ekan. 30 million kerak deb turadi har oy. Общий 15 ming dollar deb turibdi ekan. 15 ming dollar yordam so'rab turibdi. Endi Zumrat aka qarang, shu ro'za oyida Alloh taolo nasibamiz qo'shilib shu xonadan keldik. Necha so'ming oldi bugun kelganimizcha? 15 million oldi, общий hisobda. Bir bor kema 7 ming turdi, yana bitta imonsaq bor keladi. Endi 15 million yinglaldi shu gelganimizdan beri. Endi azroq yana bo'lsa, davolanmoqqa bir bor kelishingizga yetadi. Nasib etsa, Xudo xolasa. Asa qarang. Navro'zda oldin keldim, yodingizmi? Shahriyarbek bilan gaplashib ketaman. Shahriyarbek yodingdami? Ben gelib ketdim, ha? Shunda keyinda 1-2 so'm beradilar. Shular ham olib qo'ydim. O'zing kelganda berasan dedingiz. Elottoshlar adını aytaylik, Beksatan, keyin G'azovatdan shoshlikchi desam, Rufat shoshlikchi desam daringsiz. Shu ham berdi pul. Keyin meni qo'shnlarim Shomratam bolasi Xolmuratam berdi. Keyin yana o'sha qo'shnlarimiz berdi. Men odam aytmashadi, shart emas, shu yo'li bo'lsin, shu ukamizni deb bir duo etib qo'yaversin, ishga ketib qotirman deb. O'shaydan. Nima qildim? 600 ming so'mning bo'lishi kerak. 600 ming so'm, 700 ming so'm bo'lishi kerak. Bizlere belki özüne ming bulup kaysi işleri yürüyüş işlerine omad iloyim işler barıp gelip kişisi puldan dolu ki kuanıp oynayıp gül şu belge hayret kabul olsun hemen belgeler dua edeme işte bereke versin pulana kişiler puldan dolusun. Sağ olun. Keyin televizor akkalamiz sevadilar. Bir akam akkaldilar. Akkaldilar. Akkaldi. Şu akam ana şunun içinde berdim azı 100 ming so'm berib ketadi. Yine akka ko'rib turgansiz omonatiz akkaldim. Lekin adımıza aytmashadi Yarbek dedi. Adım so'ram men lekin ayting. Yilotdan. Hava bo'ladi. Yilotdan şu televizor akkab berib ketaman ki. Rahmat akkaldi. Sağ olun. Keyin ne deb turibdilar? Ayni eshik bor edi. Endi eshiklaringiz ham ko'z tutdim axir. Mana eshiklar ham ko'z tutdim. Shu vaqtida shu elottoshlar ayni eshik bor, Shadiyar, shuni olib borsam bo'laman ekan deb turibdilar. Akab beraversizlar axir, Akkalar sabah yönetamiz qo'yamiz o'zani. Ne taxt eshikmi, demir eshik bo'lsin, eshik bo'lsin ko'r. Akab beraversizlar axir. Azizlar, bu tarafda kuxni, oilaviy sharoit akamizni shunday ahvolda yana. Shunda hozir bugungi kinodan 15 million oldi, to'g'rimi? Hozir berganim bir 800 ming so'mning pul bo'lishi kerak. Endi 800 ming so'mning pul bo'lishi kerak. Shunda salkam 16 millionning oldi, Xudo xolasa. Yana necha so'm kerak? Borib kelib lichiniya borib kelishsa? Shu yana 10 million kerak. 10 million kerak yana men. Hem ne senden bam plastik
netten düşedi on Rossiya alsın net plastik olsa. Viza kartang? Yo'q, men o'zim kartamni qo'yib bilmayman. Siznikini qo'yaveradi. Yo'q, endi masalan yomon tushunishlar mumkin. Avval yo'q, to'g'risini aytali, men azizlar shu gapingizni men ham aytchakardim shuni. Viza karta so'rab tursalar, Zumrat akaning telefonidan ulangan karta kerak deb tursalar, to'g'risi azizlar men o'zim kartamni qo'yib bilmayman. Agar uyima akap ish apkin olib borib ber deydi bo'lmasazlar, akap beraman, lekin men kartamni qo'yib bilmayman, chunki ko'p odam avvalgi safarlarda xato tushungan meni. Shuning uchun men qo'yib bilmayman, o'zim plastik nomerini qo'yib bilmayman. Shu apkamizga ko'k qo'yibmiz. Agar yo'q, tashab bilmadik desa, menga nasibsizlar, menga beradigan bo'lsangiz akap beraman. Lekin videoga o'zimni ham kartamni qo'yib bilmayman apka. Xato tushunadilar ko'p odam. Shuning uchun tushunmovchilik bo'lmasin deb realni sizni kartangizni qo'yib qo'yamiz. Viza karta mesela apkamki Xalq bankida o'xshaydi. Ben kağı onun Rossiyadan pul netmedi. Tutan karşımızda düşmedi. Shu 72-30 mat nomeringiz? Shunga ulanganmi u? Başıma bilengen. Ben de alçıda neler gelmedi. Pul yuvarsan ötmedi da. O'tmindirdan. Aha, şunda özünde bolsa net tur devedimden. Bir viza kartadan açtırıp ko'rasizmi? Bankdan. Değer açıp veren mahmuna. Endi hoy, xudo xolasa borsangiz ochib beradi, ariza tashlab kelasiz, ochib beradilar. Shu viza kartani ham yo'lini qo'ysangiz, yana konda kamnichik. Bu yaxshin da, o yaxshin. Açılıştımı banisada davadingiz. Ha, borib keldi, o yaxshin da. Endi bu shahriyani olib kerak. Net bahor yana net tutdi. Bildirdi, darhol qiladi shuni yana ozgina yetmindirdi. Şuna yardım etseniz. Shunda endi yana bir borib lichini olib kelishingizga 10 million kerak bo'lib turibdi, 10 kun uchun. Mana aziz do'stlar, yana hozir 15 million yig'ilgan ekan, yana maktab bergan pul bilan pochti 16 million so'm bo'ldi. Xudo xolasa endi yana 10 million so'mning bo'lsa, Shahriyarbek ukamizni yana bir borib kelib davolanib lichiniyasini yetadi ekan, xudo xolasa nasib etsa. Azizlar, shu oilaga yordam berishingizni so'rayman, xudo xolasa. Endi oyna eshik beramiz tayyorlari nasib etsa, vaqtimiz qarab ertang bo'lsa ertang yetganamiz, xudo xolasa nasib etsa. Bugun ilojim yo'q, chunki azroq o'zim ham ishlarim bor to'g'risi, Zumratga. Xudo xolasa vaqtim bo'lsa. Ham telefon nomeringiz ham o'sha endi yozib qo'yaman, o'sha pastda plastik nomerlar qo'yib ketmasina. 3 nomera ulangan kartani Xalq bank. Shuna yordamlashishlaringizni so'raymiz. Sog' bo'lin aka, qaytib to'ylarda ko'rish nasib etsin. Sog' bo'lin. İşlerin netken dünyada en canlı blogger bo'lgan ishlaring omad sana. To'ylardan boshing chiqmas, Xudoy ku yaxshi kunda, davron kunlarda yurgaysiz iloy. Sog' bo'l, sog' o'tirg'aysiz, xudo xolasa. 10 million qoldi shundan, bir borib kelib davom aka. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Yes. Azizlar, yana Zumrat akamdan yandan chiqdik. Bugun 25 mart sanasi bahor havosini ko'rib turganlaringizda Alloh taoloning rahmati, yomg'ir ham yog'ib turibdi. Yana oilaviy ahvoli shunday ahvolda. Qolaversa, elatdoshlar ham produktda odam qarashib turibdilar. Bugun bug'doy akaplar ketibdilar. Akamiz shu birinchi kelganimizdan ko'ra yaxshi. Birinchi kelgan vaqtimizda dim tushkunlikdadi. Dim stressdadilar. Hozir undan ko'ra yaxshilar. 10 million qolib turibdi. Shu borib kelishimizda 10 million so'mning kerak deb turibdilar. Shu ham yordam berishlaringizni so'raymiz azizlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib rozi qilsin.